200 dan ortiq oilalarga iftor qilib berishni hech o'ylab ko'rganmisiz? Mana o'sha imkoniyat hozir sizda bor. Videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar? Farg'ona shahar Ko'ksaroy to'yxonasida 200 dan ortiq otasiz, nogironligi bo'lgan hamda mehriga muhtoj oilalarimizga iftorlik tashkillayapmiz. Kuni 10-mart kuni, seshanba kuni. Hammalaringizni shu yerda kutib qolamiz. Albatta har bir inson orzusi bo'ladi. Imkonim bo'lsa iftor qilib berardim deydi. Mana o'sha imkoniyat hozir sizda bor. Keling, shu yerda shu onalarga, bolalarga bir ozgina xizmat qilsangiz, Xudo xolasa o'sha iftor qilib bergan savobini olasiz. Unga ham imkon bo'lmasa, qodir bo'lmasangiz, bitta videoga like bosib, kommentariyada bitta duo qilib qo'ying. Ha, bizni kuzatuvchilarimiz albatta aytadi, to'xtang, biz ham bu ishga hissa qo'shaylik deydiganlar bo'ladi. Keling, birgalikda shu narsani Xudo xolasa shu joyda chiroyli qilib tashkillab, hammalarimiz xizmat qilamiz. Ko'ngillilarimiz ham nima imkoniyat qiladigan bo'lsangiz, bemalol, lekin hozirdan juda ko'p narsasini olib qo'yishdi. Juda ko'p narsasi bo'ldi. O'sha kuni Farg'ona shahar Ko'ksaroy to'yxonasida hammalarni kutib qolamiz. Iftorni ham kimga qilyapsiz? Haqiqiy shu muhtojlar, haqiqiy shunaqangiz, nima deydi, o'g'illari yo'q, farzand ko'rmagan, otasiz shunaqangiz oilalarimiz bor. Ana o'shalarimiz Xudo xolasa shu joyda juda chiroyli dasturxonlar yoyamiz. Chiroyli holatda mehmon qilib ularni va yana bir qancha sovg'alar bilan ularni Xudo xolasa jo'natamiz. Yana aytamiz, bitta like bosing, niyat qilgansiz-ku, mana iftor qilib beraman deb. Xudo xolasa siz ham o'shanga sherik bo'lib qolasiz. Kommentariyada bitta ehson qilayotganlar duo qiling. Shu paytda duolar inshaalloh ijobat bo'ladi. Kutib qolamiz hammalaringizni. Marg'ilon saxovati hamda Fergana Media ommaviy axborot vositalarini maxsus muxbirlari xizmatlaringizda bo'ladi.